yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik boisidan ko'p talofatlar, ko'pchilikning hayotiga nuqta qo'yilayotganligi, ko'pchilik majruh bo'lib qolayotganligini kuzatasiz, ko'rasiz, yuragingiz g'ash bo'ladi. O'sha olamdan o'tayotgan insonlarning oilasini ko'rib rahmingiz keladi va albatta bu narsaga sabab avvalo avtomobil haydayotgan haydovchilarimizning mana shu tartib qoidalariga rioya qilmasliklari hisoblanadi. Sahl ibn Hanzaliya roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: sizlar dedilar, biror bir joyga boradigan bo'lsalaringiz, ulovlaringizni chiroyli qilib oling. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlariga qarasak, u vaqtlarda otlarda, tuyalarda, eshaklarda yurishgan. Va hamda mana shuni ham chiroyli olib yurishni, ya'ni otlarni, tuyalarni och qoldirmaslikni, oftobda qoldirmaslikni, chanqoq qoldirmaslikni Payg'ambar alayhissalom o'sha vaqtda tayinlab turganlar. Va chiroyli yurishligini tayinlab turganlar. Yana bir hadisda Sahl ibn Hanzaliya keltiradilar. Bir kuni Payg'ambar alayhissalom bir joydan o'tib ketayotsalar, bir tuyani qorini yopishib qolganligini ko'rdilar. Va aytdilarki, bu tuyaga qaranglar, ovqat beringlar, buni ertaga minasizlar, bundan foydalanasizlar dedilar. Demak, biz Payg'ambar alayhissalom hadislarini qarasak, hozirgi davrimizda biz ham mashinalarimizga qarashligimiz, ularni soz holatga keltirishligimiz va soz holatda boshqarishligimiz kelib chiqadi. Vaholanki nosoz holatda minib chiqsangiz, ana shunday avtohalokatlar birovni hayotiga zomin bo'lishlik yo birovni majruh bo'lishligiga sabab bo'ladi. Hozirgi kunda ko'cha qoidalariga amal qilishlik, qizil chiroqlarda to'xtashlik, piyodalarga yo'l berishlik fatvolarida ulamolarimiz vojib amal deydi. Vojib amal bu farzdan keyingi turadigan amal. Yuraver, men javob beraman deb do'stingiz yoki yo'ningizdagi inson aytayotganligi, bu o'sha inson katta gunohga boshlayotganligi kelib chiqadi. Demak, biz o'sha ko'cha qoida yurayotganimizda ham albatta ko'cha qoidalariga amal qilishimiz. Buni asnosida nima bor? Insonning hayoti bor. O'sha piyodadagi insonga yo'l bermadingizmi yoki qizil chiroqdan o'tib ketyapsizmi? O'sha joydagi insonlarga zarar yetkazishligingiz yoki ko'chaning haqqini poymol qilishligingiz bor. Shuning uchun ham bu ulamolarimiz mana shu ko'chaning haqqilariga rioya qilishlik bu vojib amallardan hisoblanadi dedilar.